Assalamu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Men Sumayya. Bugun sizlarga Bo'ri bilan Yetti o'g'loq degan kitobni o'qib beraman. Bo'ri bilan Yetti o'g'loq. Burunqi zamonda bir qari o'chga bo'lgan ekan. Uning 7 o'g'loqi bor ekan. Ular o'rmonlikdagi bir uyda yashaydi ekan. O'chga o'g'loqlariga shundoq amriq ekanki, ularning Cinnetimi artık bildikken. O her qatim açıp ilip kelish uchun ormanlıqqa mağanda. Omaq bilelerim, men ormanlıqqa baraman. Sizlar bo'ridan ehtiyot qilinglar. Yaqin atrofda bir qari bo'ri bor. Onun bütün bedeni qapqara qaplagan yo'g'on putları shunda qo'rqinchli ovozimi bek qo'pol ham bo'g'iq. U kelib eshikni qaqib qolgudek bo'lsa, hargiz ochmanglar deb taplaydigan o'g'loqlarni. Xotirjam bo'ling apa, biz cho'qim ehtiyot qilamiz deydigan. U o'chgani o'z andishasini qo'shnisiga davatganda dehqon ayolcha yasinib bir chetda turgan bo'ri anglayapti. Bo'ri ixtiyorsiz o'z-o'ziga so'zlanibdi. Bek bilan bo'ldi. Oxir mo'jizalik taomga erishadigan bo'ldim. Bo'ri o'chganining ormonlikqa ketishni saqlab yuribdi. Bir kuni o'chgani bolalariga yana shu gaplarini qayta taplab o'rmonlikqa ketdi. Fursat keldi deb o'ylabdi bo'ri. Xo'shalliqda qin-qiniga patmay, bugun qo'rsog'imni toza to'ydiradigan bo'ldim. Bo'ri u o'chkining uyiga boribdi va bo'g'iq ovoz bilan: "Umoq o'g'loqlarim, soqqan eshikni chimir, opanglar qaytib keldi. Men ham minglarga yumron cho'plarni ilib keldim" debdi. Bir o'g'loq buni anglab eshikni ochmoqchi bo'ldi. "To'xta, bu bo'rining ovozi, opam bo'rining ovozi nihoyat bo'g'iq" degan u. Bir qari o'g'loq eshikni ochmoqchi bo'lgan o'g'loqni to'sibdi. Boshqa o'g'loqlar onasining gapini esiga oldi. To'g'ri, boyagi ovoz haqiqatan qo'pol bo'g'iq ekan. Shuning bilan o'g'loqlar eshikning yonida turib bo'riga debdi: "Eshikni ochmaymiz. Sen bizning opamiz emas. Opamizning ovozi zil, yaqinlik anglanadi. Sening kedek bo'g'iq qo'pol emas. Sen bizni hargiz aldayolmaysan. Biz sening haliqi eski bo'ri ekanligini bilib oldik. Darhol yo'qol." Bo'ri sening
Aqmağanlığını görüp açıqda sekrep ketibdi. O eşikni gümbürletip ürüpdü. Qapa boğuq avazı bilen varqırap jarqırap oğlaqlarını qoqaq sapdı. Lekin oğlaqlar eşikni zatıla açmabdı. Böyle min zorluq qılğını bilen aqmaydıqanlığını düşünüp ketibdi. Şu bilen o özüge hay berip, yo'q, bundaq qilsam bo'lmaydigan. Men aqlimni ishlatishim kerak, deb o'ylabdi va bir haza o'ylanib, bir chorani o'ylab tepibdi. U tatliq ham yumshoq to'rt ovozini silliqlashtirdi degan gapni anglagan ekan. Bo'ri bolkichining o'yga berib hasal qo'shib pishirilgan tortdan birini o'g'irlabdi. Rost degandek tortni yegandan keyin uning ovozi burunqidek qo'pol, bo'g'iq chiqmaydigan bo'pti. Qani, endi qo'limga tushdigansizlar, deb bo'ri maydasiga ushlab qo'yib, andin aldirab sinab o'chkini o'yga beribdi. Omaq o'g'loqlarim, chaqqan eshikni ichinglar. Ananglar qaytib keldi. Men ham minglarga yumran cho'plarni ilib keldim, debdi bo'ri eshikni qoqib. Bu qitim bo'rining ovozi rostila o'chgan ananing ovozidek anglanibdi. O'g'loqlar eshikni ochmoqchi bo'lganda, heliqi qora o'g'loq ularni to'sibdi va gumansiragan holda so'rabdi: "Apa, qo'lingizni ko'rib baqsaq bo'lamdi?" Bo'ri qop-qora tuk bosgan oldi putini sunibdi. O'g'loqlar buni ko'ribla ahvoli tushunib yetibdi. Heliqi vahshiy bo'ri yana kelibdi-da: "Apamizning mundaq qora qo'li yo'q. Sen bo'ri ekansan", deb varqirabdi qora o'g'loq. "Ichsha eshikni", qari bo'ri yana bo'g'iq ovozi bilan tovlab ketibdi. Ochmamsiz, dedik. Ochmamsiz. Chaqqon, yo'qol bu yerdan." O'g'loqlar birdek ovozga tovlabdi. Bo'ri yana ishni aplashtirolmabdi. Bu bolkichi ustani yoniga borib, "Putim yo'rilinib qoldi. Putimga ozroq shilim surkab qo'ying", debdi. Bolkichi usta shilim surkab qo'yibdi. Andin bo'ri tugmachini qishiga berib
Futumğa azraq un sepib qo'ying, debdi tugmanchi. Bu böre bir kimni aldamoqchi bo'lib etibdi, deb o'ylab, uning dinini qilmabdi. Sapmisan, seni yevitaman, debdi böre tugmanchi qo'rqiqdan uning putini aqarsib qo'yibdi. Bu navbat gözümün ularni aldayalayman, debdi böre mag'rurlanib holda. Böre degani ablaj endi uchinchi qatim o'g'loqlarning eshigiga kelish eshik qoqibdi. Omaq balalarım, chaqqan eshikni ochinglar. Ananglar qaytib keldi. Ormonliqdan har biringlarga yumram cho'p olg'ach keldim. Bu ovoz ochga onaning ovozi bilan opmu o'xshash ekan. Ammo o'g'loqlar yanada varqirashibdi. Avval bizga qo'lingni ko'rsatib baq. Sening mehribon onamiz yoki böre mehribon onamiz yoki emasligini ko'rib baqayli. Böre darhol oq qo'lini derazadan so'zib kirgizibdi. O'g'loqlar xotirjam bo'lib darhol eshikni ochibdi. Biroq uyga kim kiribdi demamsiz? Hiliqi börening o'zi og'zini yuvgan hechqancha etilib kiribdi. Bichora o'g'loqlar qo'rqqanidan tarafga qochib yashirinishga boshlabdi. Birinchisi jozining tagiga, ikkinchisi karavotning ostiga, uchinchisi mashinaning ichiga, to'rtinchisi karavotning ostiga, to'rtinchisi oshxonaga, beshinchisi eshikning ichiga, oltinchisi qo'mish savatining ichiga, yettinchisi tiklama soatning ichiga. Yashirinibdi. Biroq böre ularning oltisini bilib bir-birlab yutib etibdi. U faqat soatning ichidagi yashirinib olgan qora o'g'loqni topolmabdi. Qo'rsiqi to'yib tompiyib ketgan böre bir daraxtning tubiga kelib cho'plikni yetib uxlabdi. Uzoq o'tmay ochga ona ormonliqdan qaytib keldi. Qarasa eshiklar boshqacha ochiq turg'udek. Eshik hakfir hay uchuq. Uydagi joza o'rindiqlar o'ngtay bo'lib ketgan, tangla berilgan yo'tqa kirpa yastun takpilar yerda yotgan.
Ahval çatak. Öçkünün anısı öpküsü ağrığa kepleşkendek dem alamlay kaptı. Öçkü ana yetta balısını izlepti. Lakin hiç dün tapamadı. Ulanın ismini atıp bir çağırıptı. Ama cevap anlamadı. Ahır sütün kendisinin ismi çağırgan. Benim apam asanın içinde diyen avaz anlanıptı. Arkadan teklime saatinin içine içilip içiden kara oğlak yügürüp çıkıptı. Apa canım apa, aka ağaçlarım hemmisini böyle yap gitti. O açıka ana balılarının derdige hong hong yığılgan pıtı öydün çıkıptı. Kara oğlak onuğa ergişip mağaptı. Tuyuksuz açıka ana horek avazını anlıp kaptı. Hoy darahının tüvide tatlık uhlavatkan kimdu? Aslında etrafta zilzilge silip horek tartqıcı del hılıqı qıyırı böreyken. O alta oğlakni yalmı vetkendin kiyin ondu sığa yetip uykuğa ketken iken onu horikinin küçüğünü dara şahları mu müdürlep turuduk. O açıka ana yakın kimli bölge sepsilip karsa onun tam bayıgan kursukda bir narsa müdürlep turgandık. Vay Hudayım, börey evetken balılarım tığı Tırık müdüya dep oylaptı açıka. O kada oğlakka depti. Balam tüz öyle verip kayça ve yiyip yana öpkel. Verip kayça ve yiyip yana eker. Makul apa kara oğlak yügürüp verip öydün kayça ve ilip kepti. Öçke ana kayça bilen vahşi börünün kursukunu azrak yarıgan iken bir oğlak beşini çıkartıptı. O devamlı yerip diken. Alta oğlak hemisi sağ salamet sekrep çıkıptı. Böre digen ablah bek aç
köz bolgaçqa oğlaklarını bütün yutuvetken iken amaq balalarını terek piti kayta körgen ötke ana hoşallıkta yığılıvetipti. Oğlaklar söyümlük anasını kucaklayıp söyüp ketipti. Qanıqınığa patmay sekraptı. Çaqqan berip taş tipip kelinglar. Bu ablah oyuğan masta korsıqı taş bilen toşkuzu vitili daptı açıka ana. Yatta oğlak peş dikiçe yoğan taşlarını ip kilip İp ilip börünün karşığa taş kızıptı. Açka ana börünün karşısını tikip koyuptu. Bir vakitte turuptu. Onun aşkazını da gıçla taş bolgaçka usap ağzı kurup ketken iken böyle şu içinde darya boyuğa mıngıptı. Bırak o daldan şip mağan çağda korsıqdaki taşlar birbirine urulup şarkılıp gitirdi. Böyle mundak dep basta korsukum şaraklaydı. İçimdeki nümüdü oğlak yedim dep yürüsem yegim gıç taşkenğu böyle bir munça çayda derya bayığa verip şu içkili aşkan keçi boptu. Lekin karşıqda bek eğiler ketke ilgilenmey özünü başquralmay deryaga sonra düşüp ketipti. Böyle varqıraş kamu ölgürelmey kaptı. Su içinde bir neçe qıtım pultunlap andın deryanın tegige çöküp ketip tuncukup ölüptü. Daraklarının keynige mükünüp alğan öçke ana ve oğlakları çıkıp böğrünün muşundak akıvetke kalganları körüptü ve ihtiyarsız tentene kılışıptı. Sen abli katta taza koppu oldu. Biz emdi talada hatırcam oynayalaydıgan bolduk. Çok omak oğlaklar anısının etrafka ulaşıp nakşa eğitipti. Usul oynaptı. Usul oynaptı.
Ular börünün özlerini aldı, şidin endişe kılmaydıgan boptu. Öçke ana balaları başlap hoşal halda öyge qaytıptı. Şınыңdın tartıp ular tinç baxtlik turmuş keçiripdi. Baş